saudiyalik emas-ku. Bu odamga bu qadar nega buncha odam keldi deya asli tegishli idoralar savol javob ham o'tkazgan ekan vaqtida. Janozalarning ko'pligidan. Va ular ham bildilar, u zot shunaqa haqiqiy ahlulloh bo'lganligini bildilar va ko'rdilar, xuddi Imom Malikning qabrlari kabi. Imom Nafi'larning qabrlari. U yerlarda ne sahobalar bor. Balkim 10 ming sahoba o'sha joyga ko'milgan va ziyoda. Hazrati Usmon ibn Affon borlar. Hazrati Oysha radhiyallohu anha ana o'sha joylarda. Payg'ambar alayhissalatu vassalamning o'g'illari Ibrohim alayhissalom aynan o'sha yerda. Endi qarang, yana subhanalloh, Baqiyada ko'milganda nima bo'ladi? Navbat bilan mana kirasiz, ziyoratga kirasiz, o'ng tarafdan yurasiz. Aynalib yana sahobalarni asl qabrlari bo'lgan joyga yaqin bir joyda ko'milgan. Bu ham Alloh subhanahu va taoloning nimasidir? Taqdirotidir. O'zini ahlini ulug'lashligini, yaxshi ko'rishligini siz-u bizga ibrat qilib qo'ygan bir o'rnidir. Ahlullohlar shunday bo'lar ekan. Bugun demak siz avvalda mana otangizni, bobongizni eshitdingiz, Qur'onga yana ham e'tiborli bo'ling, Qur'onga yana ham g'ayratli bo'ling, chunki u qon sizni qoningiz, o'sha qon oqyapti. Biz 4-5 soat o'qisak, siz 1 soat o'qisangiz ham asli sizga Qur'on yo'qadi. Asl muhabbat sizdadir. Bugun chiqsin mana shu Qo'qondagi qorlar olamni to'ldirsin. Abdussamad Hoji dadamiz kabi butun dunyoga nima qilsin? Ibrat bo'lsin.